Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Akmal Norqobilov, Sho'rchi tumanidanman. Bir chiqishimda Ukrainaning xalqi biz maskollarni orqasini kengaytirish uchun dunyoga kelganimiz yo'q degan gapini xalqimizga ochiqladim. Bu gapni tagida shunday gaplar borki, juda katta ma'no yotibdi buni. Bundan bir yarim yil oldinmi Rossiya Ukrainadagi Ahmaddet, ya'ni Detskiy onkologiya больница Kiyevdagi juda katta больницani haligi bombardimon samolyot bilan urgan edi. Shu urgan komandirini Putin Rossiya qahramoni deb unvon bilan taqdirladi, reklama qilib, ko'tiga shapatlab. Ukrainaliklar uni yashash joyini, kimligini topgandan keyin urib tashladi. Tinchitib yubordi. Giroyligi bilan asvoli safilinga jo'natib yubordi. Bu bir holat bo'ladigan bo'lsa, yana bir holati Kaspiy dengizidan turib bir kemadan Rossiyaga Ukrainaga raketa otdi. Otgan komandirni ham Putin uni ham orqasiga shapatlab orden beruvdi. Ukrainalar uni ham tinchitdi. Qaysiki Putin tomonidan mukofotlanayotgan, ya'ni Ukraina xalqiga nisbatan qilgan ishlari uchun Putin tomonidan berilayotgan mukofotlar olayotganlar bir ketyapti. Mana Dubin degani ham bor edi, uni qizini portlatib yubordi. Ko'ryapsizmi? Men shundan kelib chiqib aytayapmanki, Ukraina xalqi mana qarang. Biz maskollarda orqasini kengaytirgani, dunyoga kelganimiz yo'q degan shior ularda baland turar ekan. Qarang, Ahmadetni urgan, onkologiya больницani urgan haligi samolyotlarda mana kuni kecha 3-mi, 4-o'yin kuni Ukrainalar Pautina operatsiyasini amalga oshirdi. Harbiy havo kuchlarini 40%ni belanga qilib tashladi, 40%ga. Hali 60 turibdi. U 60 ham hali hech yoqqa borilmasa kerak. Chunki deganda Qora dengiz flotini shol holga keltirib tashladi. Parlish holga keltirdi. Oxirgi bittagina suvosti kemasi bor ekan, uni ham yaqinda urdi. Yaqinda mana Ukrainalar urdi. Meni qoyil qoladigan joyim, biz Ukrainaliklar maskollarda orqasini kengaytirgani, dunyoga kelganimiz yo'q degan shior. Meni o'zi jalb qilyapti. Men qiziqib qoldim. Mana ko'rdingiz, aviatsiyasining eng kuchli samolyotlarini 40%ni urib tashladi. Yurishga oyog'ini sindiryapti, uchishga qanotini sindiryapti. Qora dengiz floti tamom bo'ldi. Bu tamom bo'lishi juda yaxshi bo'ldi. Chunki deganda u yerda Turkiy davlatlar bor atrofida, Bolgariya bor, mana Qora dengiz atrofida joylashgan, Gruziya bor. Bularga yaxshi bo'ldi. Uchadigan qanotini ham sindirdi, 40%ni. Nasib bo'lsa 60 ni ham sindirsa kerak. Yana qarang, uchadigan samolyotlarni mana qarang, $200 dron bilan urdi.
$200 dron bilan urdi. Tasavvur qiling, $200 dron $300 million turadigan samolyotlarda urdi. Bu qanotlarni, uchadigan qanotini olib bu parilish holiga keltirgandan keyin shu Ukrainaliklar Putinning atrofida girdi kapalak bo'layotganlarda uyini ham ursa kerak hali. Shu $200 bilan. $200 dron bilan Putinning atrofidagi dagi yurganlarni uyini ham uradi, dachalarini ham uradi. Chunki deganda Rossiya tug'ruqxonalarda tug'ilgan chaqaloqlarni uryapti. Bog'chalarda uryapti, qariyalar uyini uryapti. Tinch aholining uylarini uryapti. Ammo lekin ukrainlar какой привет, такой ответni olib boshlagan yo'q. Agar Rossiyaning shu mana uylariga, rossiyaliklarning uylariga, mana shu Ukraina xalqiga qilayotgan ishning 100dan 10% qilsin, pachavasi chiqib ketadi. Pachavasi chiqib ketadi. Rossiya oyoqqa turib ketadi. Tasavvur qiling. $200 dron $300 million turadigan samolyotni urdi. Tasavvur qiling-da. Mana endi hozir sizlarga mana bir narsani hozir ko'rsataman. Mana kuni kecha padaring alanati hali oyog'i yerdan uzilgan Buxoroning hokimi Buxoroning hokimi ÖP bilan biz deyaptimi? Nima deyapti? Tekislab tasha deyapti. Qarang. Bog'chalarning buzilishiga norozi bo'lganlarni odam bilan ko'mib tashlar degan farmoyish bergan. Bugun o'ziga Mana qarang. Mana ko'ryapsizmi? Buxoroning hokimi Botir Zaripov degan. ÖP bilan qo'shib deydi. Urib tashiysan deyapti. Tekislab tashiysan deyapti. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ini bema'nilikda ayblaydi va uni Endi savol. Bu Botir Zaripov degani, Surxondaryoda Ulug'bek Qosimov degani, yana bir necha hokimlar. Tasavvur qiling. Tekislab tasha, qama, ur, tiq. Bu nima bu? Qaysi jamiyatda yashayapmiz biz? Qara, sut put deyapti. Sut putiga ham qaramaysan deyapti. Uy puyi bilan yashayotgan bo'lsa, ustimdan tekislab tashiysan deyapti. Bu padaringa la'natlarni kim tarbiyalab bunday hokim qilib qo'ydi? Nima O'zbekiston xalqi bugun keldimi? 2000, 3000, 4000 yillik tarixim, hayotimiz bor bizda. Endi kunimiz kelib, uyni buzasan degan, uyni buzasan deydi. Qamasan deydi. Kunimiz shunga qoldimi? Hurmatli vatandoshlar, tasavvur qiling. Hokim uyni buzasan deydi. U hokim emas bu. Meni tog'am rahmatli 3 ta viloyatga rahbar bo'lib ishlagan. Akalarim, tog'alarim, bobolarim
Otam rahmatli ham rahbar bu ishlagan, lekin uyda bo'lasan deb ya birovni burnini ham qonatmagan. Otam rahmatli o'lganiga mana 38 yil bo'ldi. Hozir ham odamlar Normat Charish Norqobilni o'g'li desa, bu odam bilan bir ko'rishaylik deb qoladi. Hurmatni joyiga qo'yadi. Vaqtiga otam rahmatli ishlaganda xalqni boshini silagan ekanki, biz mana shuni olyapmiz, shu natijasini olyapmiz. Bizga qolgan boylik shu. Hozirgi Eshmat, Tashmat setiga qolayotgan yo'q. Bizga ana shuni qoldirgan. O padaringa la'nati hozirgi Buxoro hokimi, Surxondaryoning hokimi Ulug'bek prokuraturadan chiqqan kimmish? Saida Mirzayevaning dugonasiymish. Endi xalqim, bitta savol tug'iladi. Bir ahmoq boratdagin $200 bitta dronni oladidagin 4 ta 5 ta butilkaga kokteyl molotov tayyorlaydi-da, hokimda mana shunday hokimlarda yoki bo'lmasa prokurorda yoki sudyani ya DXni boshlig'i bo'ladimi? Kimi bo'lishidan qat'iy nazar shunday o'tiradidagin dron bilan uyiga kokteyl molotovni uxlayotgan joyiga tashlasa nima bo'ladi? Tasavvur qiling. Hozir odamlar insoniyat ahli zolimlikni ko'tarilmaydi. Bunday ahmoqarchilikni ham ko'tarilmaydi. Ulug'bek Qosimga o'xshaganini, mana Zarif dedimi, Buxoroning hokimiga o'xshaganda, hozir xalq ko'tarilmaydi bunday narsani. Tasavvur qiling, $200 ga dron sotib oladi. 4 ta ya 5 ta kokteyl molotov tayyorlaydi. Benzin tiqilyapti, solyarka tiqilyapti. Propan gazning kondensatori tiqilyapti. Shunday o'tirib olib 5-10 kilometr naryoqda Botir Zarifdimi yo Ulug'bek Qosimdimi shunday uyiga qarsilab tashasa, uni Saida Mirzayeva bilan Shavkat Mirziyoyev qo'riqlab olaladimi? DX sostavi bilan qo'riqlab olaladimi? Ichki ishlar qo'riqlab olaladimi shularni? Hech qanday qo'riqlanmaydi. Hech kim ijtimoiy qo'riqlanmaydi. Prezident ham qo'riqlanmay qoladi. Bir ahmoq o'tiradi dagin, to'xta deydi, $200 da oladi, $200 ga dronni oladi, tepadan turib tashlab, uzoqdan qarab o'tiradi tomosha qilib. Bundaylar yo'q deysizmi? Sholi ko'rmaksiz sholi bo'lmaydi degan gap bor. Bitta chiqatdan ana shu ishni qilsa yaxshi ish bo'ladimi? Hurmatli vatandoshlar, seni bir oilani tinchityoradi. Uying ustiga dronni tashlaversa. Kunim shunga qoldimi deb. Saidaning dugonasi, Saida Mirzayevaning dugonasi bilan Botir Zarifga kunimiz qoldimi deb. Bittasi chiqmaydimi? Albatta chiqib qolishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun yoki ta'zir uchun gapirayotganim yo'q. Men bundan aqlda ishlatinglar degan maqsadda gapiryapman. Aqlda ishlating. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar. Bu nima degan gap? Yaxshi gap ilonni inidan chiqargan. Yaxshi gap. Bu gaplarni ota-bobolarimiz gapirib kelgan. Bu nima degan gap bu? Butun hammasi kasal bo'lardi. Hokim ham kasal, prokuror ham kasal, sudyasi ham kasal. DXsi вообще ham kasal ular. Rak kasal qolgan bular. Tasavvur qiling. Dunyo o'zgaryapti. Hamma taraf o'zgaryapti. Hamma xalq, hamma davlat erkin, emin insoniy haq-huquq tamoyilda yashashni xohlaydi. Abbo rak kasalga chalinganlar
Padaringga la'nat. Hokim bo'lasanmi? Kim bo'lsang bo'laver. Inson bo'l. Bittasi aytgan edi. Men olimman dedi. Men olimman, Normurodboy dedi. Otam rahmatliga. Otam rahmatli aytdi unga, olim bo'lmang, odam bo'ling dedi. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar odam bo'ling. Inson bo'ling. Bunday tazyiq bilan yoki odamlarga zulmlik bilan, zolimlik bilan bir narsa amalga oshmaydi. Ming shappatlab chopayvering. Ming shappatlab chopayvering. Ish oldinga ketmaydi. Hech qachon oldinga ketmaydi. Chidalmaganidan yaxshi odam bo'lganda shu Botir Zaripov bo'ladimi, Ulug'bek Qosimov bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, yaxshi inson, yaxshi tarbiya ko'rgan, sopisining tayini bor, onasining sutini halol yemgan yigit bo'lganda, mana shunday gaplarni gapirmay, xalqni yaxshi yo'l gapirib, yaxshi yo'nalishga boshlaganda, hozir o'zbek xalqi Rossiyaga ishga oqtarib bormasdi. Ko'ryapsizmi? Tahlil qilib qarasangiz, faqatgina yaxshigina inson bo'lsangiz, shundagina siz ishingiz amalga oshadi. Chidalmadi. Chidalmadimi? Tarbiya yaxshi bo'lmaganda. Na otadan, na onadan, na davlatdan tarbiya olgan. Uyini buzib ko'm tashlayapti. Bu dahshat bu, ahmoqarchilikdir. Demak, bular Ulug'bek Qosimovi ham, Buxoroning hokimi ham, bular kasal oiladan paydo bo'lgan. Kasal, rak kasalga chalingan odamlar. Men Akmal Norqobilovman. Kimda nima gap bo'lsa kelaversin. Sho'rchidaman men. Men ochiqchasini aytyapman. Men birovga tazyiq ham qilganim yo'q. Bosim ham qilganim yo'q. Tahdid ham qilganim yo'q. Faqat tahlil qil deyapman. Aqlingni ishlat deyapman. Hokim bo'lasanmi? Orqangda Mirziyoyev bo'lgan taqdirda ham kerak bo'lsa xalq tinchitaman desa seni tinchitib yuboradi. 200 dollarlik dron bilan tinchitib yuboradi. Tinchitganda ham-ku o'zing ketaver. Oilangni ham tortib ketasan sen. Bir ahmoq shu ishni qilsa, oilang ham ketib qoladi. Padaringga la'nati. Yaxshi gapirsangiz tushunmaydi. Mana unday qilib gapirsangiz qonchiq itlar paydo bo'lib qoladi. Darvoza telefonlar ham qo'yatadi. Bir kelib ketmaysizmi deb. Sen o'zing kel desam, "Yo'q, kelib keting" deydi. Ha, men boraman. Onang bilan qaynangni ham chaqirgan. Keyin meni ustimda da'vo qilganda ham birinchi enasi bilan qaynasini chaqirgan. Balkim meni pitimda ostida yotgandir-da. Desam, tapay turibgan qo'yib qo'yadi. Qo'rqitaman deydimi? Amir Temur bobomizdan bitta gap qolgan. Urush degan qo'rqoqni botir qiladi degan ekan. Qo'rqoq odam urushga kirsa botir bo'lar ekan. Buni Amir Temur bobomiz bejizga gapirmagan. Urush degan qo'rqoqni botir qiladi degan. Hurmatli kasallangan senator, deputatlar va 5 ta partiyalar. Prezident administratsiyasida o'tirgan davlat maslahatchilari. Yaxshilab eshitib qo'yinglar. Amir Temur bobomiz bu gapni bejizga aytmagan.
Dahqani o generallar ham eshitib qo'yinglar. Qo'rqoqni urush botir qiladi degan. Hozir xalqimiz qo'rqoq emas. Hozir xalqimiz botir bo'ldi. Amaliyat kelgan shu xalqqa ochiq muloqot qilib, xalqni dardiga darmon bo'lmasangiz, ertaga Xudo poshsha. Nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi. Ammo lekin ko'chaga chiqsam, odamlar bilan uchrashsam, hokimiyatni etidan yomon ko'radi xalqi. Prokuror, sudya, hokim, ichki ishlar Dahqaniga вообще etidan yomon ko'radi. Bu padaringa la'nati Dahqaning bosh bosi KGB bo'lgan, NKVD bo'lgan, bularga 108 yil bo'libdi bu tashkilotni tashkil bo'lganiga. Eshityapsanmi? Polkovnik Eshmatov, kapitan Razaqov, Dahqaning kapitani mana polkovniklari. Men Akmal Norqobilov gapiryapman, ko'ryapsanmi? Ana va padaringa la'nati Muzaffar Hakimga o'xshagan sudyalar bor, hali Mengboyevning jugurdagi ekan. Ubaydulla Mengboyevning jugurdagi emish. Ubaydulla Mengboyev ham o'zi suddagi uradigan joyiga urib, pensiyaga chiqib, tasbiqni uyirib, Xudodan qilgan gunohimni so'raganda eshitib o'rniga assotsiatsiya ochib, Oliy sudlar assotsiatsiyasi nimashmi? Sudyalar 3 avlod uchrashuvlari qilib yurgan. Birinchi o'zingni axlating tozalab qo'y, Allohdan so'ra qilgan gunohlaringni. Keyin 3 avlod uchrashuv qo'yur. 3 avlod. Birinchi avlodingki o'zi 35 yildan beri birinchi avlod sudyalarga uradigan joyiga urdi, odamlarni qamab tiqib. Ikkinchi avlodi ham go'ramas edi. Uchinchisiga вообще ham hamma taraf pampersi bilan qo'shib turib bulg'anib ketdi. Abgor holga kelib qoldi. Abgording abgor hozir. Bu Qo'qonjonim tovuq sho'ram deb. Yo'qmidi? Qo'qonda qo'y go'shti yeydigan. Qarsillatadigan. Xuddi O'zbekistonning xalqi bir tovuq sho'rvachi Qo'qonlikka qolgan deydi. Men Baxtiyor Islomni gapiryapman. Yo'qmidi Qo'qonda qo'y go'shti yegan? Topiladi u yerda. O'zbekistonda ham topiladi. Hurmatli vatandoshlar, mana qisqagina qilib gapirdim. Meni vajohatimda keltirgan narsa mana shu Buxoroning hokimining gapirgan gaplari. Bunday ahmoq, rak kasaliga chalinganlarni oramizdan tozalanmasa, O'zbekistonda bundan 5 battar bo'lishi aniq tayin. Sog'lom fikrli, sog'lom odamlar kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Men o'tgan safar ham aytdim, hali sud, prokuratura to'g'risida chiqish qilaman deb. Prokuratura organi tuzilmasi to'g'risida tayyor bo'lib qoldi. Anolar Xudo xohlasa chiqaman. Keyin sud tuzilmasi bo'yicha chiqaman. Bu to'g'risida ham anolar tayyorladim. Ayniqsa eng kasal band bo'lib qolgan, rak kasalining kasali bo'lib qolgan dihqa to'g'risida ham chiqaman. Bu padaringa la'nati tashkilot, qonxo'r tashkilot. Butun rak kasallar shu yerda.
u yerga shu bo'rini qo'yib yuborish kerak tozalash uchun. Endi bilmadim, endi kuni kecha ozodlikda chiqyapti, haligi dixini bir ikkita ularni ishdan olinibdi, tozalash boshlanibdi deyapti ozodlikda. Yaxshi bo'likka bo'lsin hammasi. Biz ham davlat tozalayotgan bo'lsa, biz ham ko'maklashishimiz kerak. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ishlaringiz omadini bersin.